Ovqat yeyotganda yoki boshqa bo'layotganda bizlar nima deydi? Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Har xil o'zlarining qiroatlari bor. Bu bittasi ham qiroati yo'q, o'zi o'qilishi yo'q. Qur'ondagi qiroatlarga tushmaydi. O'zini qiroati. Mana shunday dersiz. Lekin muhim qanday bo'lsa ham bismillah deyiladi, tamom. Tahoratda duosi bismillah. Yaqinlardan beri ham bir ikki marta so'rashdi. G'usulning duosi qanday bo'ladi? G'usulning duosi yo'q, bismillah, tamom. Bismillah deysiz, shu duoda. Bismillah degani Allohning ismi bilan degani. Bismillah dedingiz, shu hamma duo shu. Qiyinlashtirib olamiz o'zimizga ba'zi paytda. Bunday deb duo o'qish kerak ekan. Hali tahoratdagi bilasizlarmi? Qo'lini yuvganda bunday deydi. Yuzini yuvganda bunday deyish kerak ekan. Mahs tortganda unday deyish kerak. Oyog'ini yuvganda bunday, u gapiradimi, u duo qiladimi, tahorat qiladimi? Nima qiladi u? Duo u tahoratdan keyin ashhadu an la ilaha illalloh vahdahu la sharika lahu o'zining bitta duosi bor. Uni ham esdan chiqarib qo'ysa muammosi yo'q. Boshlanishida-chi bismillah bo'ldi. Ovqatda-chi bismillah. Mashinaga o'tirganingizda, umuman markabga o'tirganingizda bismillah. Masjidga kirayotganingizda bismillah. Allohum iftahli abab rahmatik. Yaxshilikka har doim bismillah. Yomonlikka-chi auzu billah.